ayt desa, boshqa shay desa, siz ham 16ga kirib shay deyapsiz. Miyangizga mashq qilishdan oldin men aytilmagan harfni aytaman deb bunday signal bersanglar ishlaydi o'sha galava. Siygilar kelsa turmaysizlar-ku, borasizlar, siyasizlar. Qorninglar och qolsa, suv ichkilar kelsa borib yeb kelasizlar-ku. Bu xuddi shunaqa narsa. Положениyalarda uyalganimda ko'zingizga qara olmayapman, yerga qarayapman. Hali sizda boq, to'yga mashina olib kel, ikkita qo'y olib kel demayapti hech kim sizga. Ikkita qo'y olib ketsa o'zingiz osib olasiz. Qayerda olaman ikkita qo'yni deb. Bitta harfni ayta olmaydigan joyingizda. Bitta aytib bunday qilib turmang, bunday qilib tomoqni yeyverasiz-ku, qorningiz to'ysa ham. Qildingizmi? Yana повтор. Nechta harf bor alifboda? Hammasini ayting. Boshlang. Institutga kirishingiz uchun bog'cha, maktab, litseydan o'tib keyin institutga kirasiz. Oila qurish uchun sizga sarpo qiladi. Kelinga sarpo, erkakka sarpo qiladi. Hayotga tayyor bo'lishingiz uchun mana bu bazalar to'lish kerak. Bu bo'shliqlarni qanday to'ldirasiz? Geni onasini emsin, ota-onasini qarindoshmi yoki yo'qmi, bularni hammasi ta'sir qiladi. Mana tilingizda duduqlanish, aql zaiflik, ruhiy kasallik yoki mamdaqa bo'lishingiz, bu hammasi muhit, gen, bilim bormi yoki yo'qmi, dangasalik, so'z boylik, bular hammasi ta'sir qiladi. Hammasi.